Mahyobi charchamayaptimi? Yaxshimi xizmatlar bilan? Bugun Sharxonimizga yangilik bo'pti. Mana qatnashchilarga bir bilmaganlarga aytib qo'yasiz. Sharxonimizda mana Xudo xolasa mana kanal bo'yiga yetmasdan Temir bozorda oldiga mehmon 3 filiali ochildi hozir yangi. Xudo xolasa hozir ochilish marosimi bo'lyapti. 150 kishilik mehmonlar kutyapmiz. Dasturxonlarni chiroyli qilib Xudo xolasa mana ovqatlarda hamma turdan bor ekan. Baliq, oshdan, xullas posli ovqat, kiloli oshlardan bor ekan. Mana hozir xarajat qilib keldik Kantorona 200 kishiga. Stollarimiz oshishi dabdaba emas. Ikkita konfet bo'ldi, bitta pista bodom, bitta bolam, yasmoy, asalki, suv, uzum hamda Namanganning shirin nonlari. Buning ichida o'zimiz mehmonlarni kuzatib, xizmatlarimiz hamma yo'q ichida. O'zimiz oshig'ini olib ketamiz. Kantorona oddiy skromniy bagati degan dasturxon mashhur bo'ladi. Odamlarni xursand qilib chiqadi. Qaymoqlar ham sveji, hamma meva asaltilar ham. Xohlasa meva qo'yib beramiz, xohlasa mevani kesib beramiz chiroyli qilib. Xizmatlarning ichida. Dasturxon yoqqan bo'lsa, kami ko'sib bo'lsa, qani muxlislarga kommentariy yozib ketadi. Oshiqcha narsa yo'q. Pishiriqlar, oshiqcha bir qo'yadigan narsalarimizni mana yeydigan narsalar faqat. Eng qizig'i keladigan odamga birinchisi shirangina go'shtli qiymali somsa beramiz. Keyin bilyonimiz bor uning orqasidan. Bilyonni o'qitgandan keyin qora kelib bitta Mavrid chiroyli qilib o'qib beradi. Undan keyin oshni berib ehsonimizni yakunlaymiz. Shu yerlar hammalarni.